Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi, bo'libmi madaniyat qirg'inchiligi yuqori pallaga ko'tarilgan, ko'plagan mayir san'atkorlarimiz turma va jazo lagerlariga qamalgan, Uyg'urlar Xitoyning an'anaviy kiyimlarini kiyib chanchil o'ynashga, atalmış Cunhua madaniyatini qabul qilishga majburlanayotgan bir paytda, chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz, bo'libmi yosh o'smirlarimiz 2023-yillik Navro'z bayramini mol mazmunliq san'at nomerlari bilan kutilish orqali Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan madaniyat qirg'inchiligini yana bir qatim dunyo jamoatchiligiga eslatib o'tish bilan birga, o'zlarining Uyg'ur madaniyat san'atiga bo'lgan cho'nqur ishtiyoqini va sevgisini namoyon qilishdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Hammanglarning Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Hammanglarga chin ko'nglimdan xush kelibsizlar deyishdan birga o'tli salom yo'llayman. Navro'z bayrami Uyg'urlarning uzoq tarixiy taraqqiyotlar jarayonida madaniyat barpo qilish va madaniyat o'zlashtirish asosida shakllantirilgan. Ommaviy asos kuchli, qadimiylikka, umumiylikka, yerlik va milliy alohidlikni mujassamlangan bayramlarimizdan biri. Tariximizga nazar solsak, e'tiqod qilgan dinlarimizning va ishlatgan yeziqlarimizning ko'pligi bilan alohida ko'zga chilqimiz. Bu xil hodisa madaniyatimizning rangarang va jazbdor bo'lishiga belgili ta'sir ko'rsatgan. Shunday deb aytishga bo'ldiki, millatimiz madaniyat yaratish va o'zlashtirish iqtidori nihoyat kuchli bir millat. Navro'z aslida farscha so'z. Bu Navro'z so'zining Uyg'ur tilidagi o'zgargan varianti bo'lib, so'z ma'nosi jihatdan bahor yomg'iri, tunji bahor kuni, ko'klam kuni degan ma'nolarni bildirdi. Bu bayram Şemsiye kalendari bo'yicha qish oxirlashib, bahorning boshlanish kuni, ya'ni har yili 3-oyning 21-kuni kun bilan tun tanglashgan bosh bahorning 1-kuni o'tkazildi. Navro'z bayrami asl mohiyati bilan yangi yil bayrami bo'lib, bu an'anaviy bayram bizning turmush odatimizda intayin cho'ng ta'sirga ega. Bu qutlug' kunda kishilarda paydo bo'lgan ma'naviy xushallik va dabdabalik, jo'shqin ijtimoiy kayfiyat eng yuqori pallaga chiqdi. Bütün yurt ve mahalle köy boyunca bayram tenteresi çömüldü. Öylerde Navro'z iş itildi, meydanlarda taş kazan isildi. Kişiler savap etiş için yaxşılarını kılış bilen bir-biriga yaxşılık tilişidir. Köngül ağır bolsa akıl soğuşudur. Üstükarlar göz pişkan ve koliç ve şagirdlerine hünürünün yeni bir usulü yutub koydu. Medres mekteplerde molda ve ustazlar talıplarına Navro'z namı yazıp verdi, yoki yazdırdı. An'analarimizni, örf odatlarimizni büyütüdü. Adam bo'lish haqida nasihat o'gitlarini berishdi. Turli tantarbiya faoliyatlar uyushtirildi. Sayl sayohat, nava qilishdi. Xo'sh, yuqorida aytilganda qutlug' bo'lgan birlikka, barobarlikka, o'mlik da'vat qilgan xosiyatli bu kun, bu bayram mayli miltarislar davridagi Shinsey zamonida bo'lsin, yoki milliyatchi Xitoylar vaqtida bo'lsin, va yoki kommunist Xitoylar zamonida bo'lsin, biz uchun cheklanib kelgan. Şun bu günde hatırlaş için bir yer kelişimiz ameliyatda medeniyetimizge ve an'anamizga iyi çıqqanligimizdir. Olup mu bugünkü de Xitoy kommunistleri bizni radikal, bekinim içinde palpak giydirip, biz ularga medeniyet yükütüvatimizde bilcirlayotgan kunda. Neçe ming yillik medeniyet an'anasiga ega bo'lgan, dünya medeniyetiga olam shuni to'ylarni qo'shgan va ilam qo'shayotgan bizlarni tarbiyatimizda chalg'ayotgan bu kunda. Şu sebepten bu qutlug' kundagi faoliyatimizni Germaniya Myunxen Yoshlar Mashriqi va Uyg'ur Yevropa ansambli suhbatimiz bilan uyushtirib, sizlarga sunishimiz bizni cheksiz iftixorlanish tuyg'usiga ega qilmoqda. Vatan ichida yo'qolish girdobida berib qolgan milliy madaniyatimiz va san'atimizni qo'g'dab qilish va chet ellardagi Uyg'ur yosh o'smirlarimizning milliy an'analarimizga, urf-odatlarimizga va milliy madaniyat san'atimizga bo'lgan muhabbatini va qiziqishini yanada oshirishni o'zlarining asosiy vazifalarining biri qilgan har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimiz bu yillik Navro'z bayramimizni dog'dug'li qoldi qutluqlash orqali yosh o'smirlarimizga o'zlarining san'at talantlarini namoyon qilish uchun fursat yaratib berdi. Bahar
Bo'libmi Germaniyaning München, Amerikaning Washington, Kanadaning Toronto shaharlarida o'tkazilgan Navro'z faoliyatlarining ko'lami nihoyat zo'r bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Aysa efendim 2023 yıllık Navro'z bayramı münasibati bilan bugun istansimiz qilgan tabrik so'zida bütün Sharq Turkiston xalqining an'anaviy bahor bayrami hisoblangan Navro'z bayramini qutlaydiganligini ifoda qilish bilan birga mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga milliy an'analarini, milliy madaniyat san'atini va milliy alayliklarni butunlay yo'qotish nishoniga aslo yetolmaydiganligini, har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimiz tomonidan o'tkazilgan Navro'z faoliyatlarida Uyg'ur o'smirlarimizning o'zlarining milliy madaniyat san'atiga ko'rsatgan qiziqishining, muhabbatining va sevgisining buning jonliq isbot ekanligini eskartib o'tdi. Mustabid Xitoy hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkistonda azonning va mo'ngluq naqshi navolarimizning o'rniga Xitoyning changchilarini dastish harakatining yuqori pallaga ko'tarilganligini eslatib o'tgan Dolqun Aysa efendim chet ellardagi tashkilotlarimizning va fidokor xalqimizning tinimsiz ilib borgan kurashlari natijasida bugun Uyg'urlar masalasining xalqaroning muhim kun tartiblarining biriga aylanganligini, G'arb demokratik ellarining orqa-orqadan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy qabul qilib, Xitoyga qarshi turli jazo va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yayotganligini, dunyo jamoatchiligining kuchli besimiga duch kelgan Xitoy hokimiyatining hamon bir kuni tiz bukib, Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlardan voz kechishga majbur bo'lganligini, buning uchun muhojiratdagi butun qarindoshlarimizning yanama zo'r g'ayratga kelib, butun dunyo miqyosida Xitoyga qarshi ilib berayotgan kurashlarni yanama kuchaytirish lozimligini alohida ta'kidlab o'tdi. Merhaba, merhaba, şadıman Noruz. Zər quyaş nur çiçib parlagan Noruz. Başlanar sen bilen yeni bir hayat. Uygunup uyqudun yer cihan Noruz. Noruz bayramınlağa mübarek olsun. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 20 mart kuni e'lon qilgan 198 davlat va rayon haqidagi 2022 yillik kishilik huquq umumiy dokladida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi alohida o'rin oldi. Bu yillik dokladda Xitoy hukumatining hokim mutlaqlik va diktatorlik tabiatining bir kuchli dalili sifatida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi insoniyat qarshi jinoyatlari alohida o'tirib qo'yildi. Bo'libmi bu qilmishlarning hozirmi izchil davom qilayotganligi, shu qatorda milliondan ortiq kishining xohlagancha qo'lga ilinishi va qamoq hukm qilinishi, majburiy tug'mas qilib etish, majburiy homila tushirish, jinsiy xo'rliq, ko'lamlashgan majburiy emgak qatorliqlarga mos holda diniy e'tiqod erkinligi, so'z va yo'tkilish erkinligi qatorliqlarningmi tortib ilinganligi tafsiliy misollar va faktlar bo'yicha sharhlandi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yillik dokladida alohida ta'kidlangan bir nuqta navbat tashqi dunyoga ma'lum bo'layotgan Sharq Turkistondagi shaxslarning xohlagancha qo'lga ilinishi, xohlagancha g'oyib qilib etilishi, ro'yi va jismoniy qiynoqqa uchrashi, jumladan 2017 yildan buyon oz degandimi 1 milliondan ortiq Uyg'urning turmalarga va qayta tarbiyalash nomidagi lagerlarga qamilishining birda Xitoy markaziy hukumati bir qo'lliq planlagan va ijro qilgan qilmishlar ekanligi, buning qandoqdir yerlikning o'z oldiga o'tirg'i chiqargan ishlar emasligi aniq bayon qilindi. Dokladda Erkin Osiyo radiosi dalillangan bir qator faktlar, shuningdek Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dokladlaridagi insoniyat qarshi jinoyatning biri naq Sharq Turkistondagi tutqunlarning qamoqdagi vaqtida o'lib ketish bo'lib hisoblanadi. Shu qatorda lagerga ilib ketilgandan keyin jasadi qaytarib berilgan kishilardan Yoqub Hasan, Zaynabxon Mamtimin, Abdurashid Obul qatorliq kishilarning ismi misol ilinsa, yana nurg'unlagan kishilarning lagerdan qo'yib berilgandan keyin bir necha kun yoki bir necha hafta ichida jon uzganlik eskartiladi.
Doklad Sharq Turkistondagi ro'yi va jismoniy qiynoqlarning ijrochisi dal Xitoy hukumatining qonunchilik qurilish sepidagi xodimlar ekanligi, ularning lager tutqunlarga qarta tok kaltikiga besish, suvga tunjuqtirish, kollektiv bosqinchilik qilish, noma'lum tibbiy dorilarni yeyishga majburlash qatorliq qilmishlarni ijro qildiganligi o'rin oldi. Bo'libmi Xitoy hukumati qayta tarbiyalash markazi deb atalgan lagerlarning moddiy sharoiti, jumladan kameralarga put qo'ygudek yer qolmag'uchi odam qamash, hayvonga bermaydigan yemeklikni yeyishga majburlash, karvat yetishmaganlikdan dog' yerda yanch uxlash, sap havo yoki suv deganning bo'lmasligi, xohlagancha hojatga chiqolmaslik, eng aqalli tibbiy sharoit deganning yo'qligi qatorliq sabablar orqasida lagerlarga qamalgan kishilarning hammasi uzun o'tmay yerimjon insonlarga aylanib qoldiganligi. Bu holning siyosiy deb qaralgan mahbuslarga taximi shundoq bo'ldiganligi maxsus bayon qilindi. Shu qatorda Ilhom To'xti, Roila Davud, Xushtar Aysa, Gulshan Abbas, Ekber Asad qatorliqlarmi bu xil siyosiy mahbuslarning misoli qatorida tilga ilindi. Xitoy hukumati terrorlik va diniy oshqunlik degandek batnom bilan lagerlarga qamalgan millionlarcha insonning qanday kishilar ekanligi haqida dokladda alayda tushuncha berilgan. Bo'libmi Xitoy hukumatining tutqun qilishdagi sabablardan 5 vaqt namoz o'qigan, Qur'on o'qishni o'rgangan kishilar, soqol burt qo'yganlar, hijoblanganlar, diniy ism qo'yganlar degandek turlar Xitoy hukumatining jinoyat bo'yicha emas, aksicha milliy va diniy kimligini yo'qotish nishoni bo'yicha zo'r tutqunni ijro qilayotganligini. Bu kishilarning eng kichik 15 yosh, cho'nglarning 73 yosh ekanligi. Bu tutqunlarning qachon qo'yib berilishi hukumat doiralari xohlagan vaqtda amalga oshadiganligi deganlar. Mushuning o'zidanla ularning tutqun qilinishida hech qanday qonuniy tartibning mavjud emasligini vositalik holda aks ettirib bergan. Lager sirtidagi Uyg'urlarning ahvolimi dokladda alayda o'rin egallaydi. Bo'libmi Xitoy hukumatining torlashgan nazorat sistemasi, minglagan yuqori aniqlikdagi kameralarning Sharq Turkistonda hammala kishini 24 soat kuzatib turayotganligi, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi 23 million nopusning chiroyi, mashin nomer taxtasi degandek uchurlarni to'liq nazorat qilib chiqqanligi, hamda qo'lga ilishga tegishli kishilarga belgurib chiqqanligi, keyinchi bu yetishmay millionlarcha Xitoy kadrini tuqqan bo'lish nomida Uyg'urlarning uylariga o'rinlashtirganligi, shu orqali o'zlarining terrorlik o'lchamlaridagi ibodat qilish, diniy kitoblarni o'qish, haroq tamakidan yiroq bo'lish degandek ishlarning bor yo'qligini tekshirishi deganlarmi bayon qilingan. Shuningdek, Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda oshkor holda Uyg'urlarni yeklash va kamsitish obyektiga aylantirish qilmishining keng umumlashganligi o'rin olgan. Bu yillik dokladda yana Xitoy hukumatining so'z va nashriyat erkinligi, tor erkinligi, ilmiy tadqiqot erkinligi, ayollar huquqi, namoyish erkinligi, diniy e'tiqod erkinligi, yo'tkilish erkinligi, saylam erkinligi degandek haqlardan hech qaysini ijro qilmaganligi, bu ahvolning Uyg'urlar, Tibetlar va boshqa Xitoy bo'lmagan millatlarga taxim shundoq bo'lganligi bayon qilindi. Bu yillik doklad e'lon qilingandan keyin Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken 20 mart kuni muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirdi. Yig'inda u aniq qilib, bu yillik dokladning ilgirki dokladlarga o'xshashla Amerika tashqi siyosatining muhim tarkibiy qismi ekanligini ko'rsatib berdiganligini, kishilik huquqning dunyoviy ishlarga mansub bo'lib, biror davlat, din yoki falsafaning uning o'z oldiga ta'bir bera olmaydiganligini, aksicha buning butun dunyodagi davlatlarga o'xshash ekanligini tilga olib, bu yillik dokladning maqsadi biror davlatga tarbiya berish yoki uni xijil qilish emas, aksicha dunyoning bu jihat qanday masalalarga duch kelayotganligini ko'rsatib berish dedi. U shu qatorda bu jihatdagi masalalarni vakillik yo'sini bayon qilib, Xitoy hukumati Uyg'urlarga qartilgan qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatni hozirmi davom qildiryotidi deb ko'rsatdi. Bu yillik doklad e'lon qilingandan keyin dunyo miqyosida zo'r ta'sir qo'zg'agan bo'lib, har qaysi axborot vositalari bas-basda bu haqda xabar berdi. Navbatda bu haqdagi turli muloyiza va muhokamalar orqa-marqadan o'ttirg'i chiqayotganligi ma'lum. Dünya Uyghur Qurultayı tarkibidagi Shveysariya Uyg'ur jamiyatining 19 mart kuni o'tkazgan umumiy saylimida mazkur tashkilotning sobiq raisi Andili Qarxonli apandimning tavsiyasi va bevosita nomzod ko'rsatish natijasida Shveysariyadagi iqtidorli yosh siyosiy faoliyatchilarimizdan Rizvona Ilhom Shveysariya Uyg'ur jamiyatining yangi raisligiga saylab chiqildi. Demokratik usulda o'tkazilgan bu saylamda yana Andili Qarxonli bosh maslahatchilikka, Dünya Uyghur Qurultayining muavin bosh kotibi Habibulla Izchi muavin raislikka, Ahmadjon Musa, Ikram Abdulahad, Belgiyar qatorliqlar idora heyeti a'zoligiga saylab chiqildi. Ma'lum bo'lgandek,
BDT'nin baş ştabi Shveysariyaning Jeneva shahriga joylashgan bo'lg'achqa, Shveysariyadagi Uyg'urlar uzun yillardan buyon Jenevada faoliyat ilib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga yaqindan yordamda bo'lish hamda Jenevada o'tkazilgan ko'plagan faoliyatlarning sohibxonligini ustiga elishda zo'r rol o'ynab kelgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Iso apandim 20 mart kuni Shveysariya Uyg'ur jamiyatining yangi raisi Rizvana Ilhom xonimga maxsus tabriknoma yo'llab, uning chet ellarda aktiv faoliyat ilib berayotgan tashkilotlarimizning biri hisoblangan Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi bo'lib saylanganligini muboraklash bilan birga, mazkur tashkilotning yangi rahbarlik heyetining buningdan keyingi xizmatlarga muvaffaqiyat tilaydiganligini bildirdi. Dolqin Iso apandimning tabriknomasida mundaq deyilgan: Shveysariya Uyg'ur jamiyati uzun yillardan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan yaqindan zich hamkorlashib, Uyg'urlar masalasini mayli BDTga anglitishda bo'lsin yoki Shveysariya xalqiga tonitishda bo'lsin, intayin aktiv va muhim rol o'ynab keldi. Buning uchun qurultay nomidan tashkilotlarning barliq fidokor a'zolariga alohida minnatdorlik bildiraman. Shveysariya Uyg'ur jamiyati o'zining umumiy saylimi bilan birga yana 2023-yillik Navro'z bayramini qutlaqladi. Amerika Kengash palatasiga chet ellarning davlat halqon bostirish va parakentchilik harakatlarini to'sish va bu xil harakatlarga qatnashgan shaxs va hukumatlarni javobgarlik tortish to'g'risida qonun loyihasi sunilgan. Ma'lum bo'lishicha, davlat halqon bostirish siyosati qonuni nomli bu loyihani Amerika Kengash palatasining demokrat va jumhuriyatchi a'zolaridan Jeff Merkley, Ben Warden, Marco Rubio, Ben Hagerty qatorliqlar sungan bo'lib, qonun loyihasi Amerikada yoki Amerika fuqarolariga qarata davlat halqon bostirish va parakentchilik harakatlarida bo'lgan shaxs ham hukumatlarni javobgarlik tortishni maqsad qilgan ekan. Mazkur qonun loyihasi Xitoyning atalmish Uyg'ur avtonom rayonidagi yerlik bexatarlik organlari Uyg'ur Amerika fuqarolariga va Amerikada yashaydigan Uyg'urlarga ularning yurtidagi oila a'zolarini go'rida tutish, lagerlarga solash yoki qamoq jazosiga hukm qilish qatorliq vositalarni qo'llanib, qo'rqitish, tahdid silish bilan ayblanayotgan bir vaqtda sunilgan. Demokratik Kengash palata a'zosi Jeff Merkley bu vaqtdagi bayonotida bu qonun loyihasi mustabid davlatlarni javobgarlik tortish va zulm solg'uvchi davlatlarning qashqonlarini bexatar panohgoh bilan ta'minlashdagi intayin muhim harakat deb ko'rsatgan. Jumhuriyatchi Kengash palata a'zosi Marco Rubio mundaq degan: Xinjiangdagi Uyg'urlar Xitoy kompartiyasining davomli irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan bir paytda Uyg'ur, Tibet, Falun Gongchilar, xristianlar va Hong Kong toplaridan davlatimizga panohlanish uchun kelgan musofirlar davlat halqon bostirishning nishoniga aylandi. Amerika cho'qim bir strategiyani o'ttirib qo'yib, bu jinoiy taktikaga zarba berishi, Xitoy kompartiyasining Amerika zaminidagi kishilarga parakentchilik salmasligi va hujum qilmasligiga kapolatlik qilish kerak. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.